Qizlarjonlar, bugungi vazifa shundan iboratki, bugun hayotimizdagi barcha munosabatlar uchun minnatdorchilik yozamiz. Bu qanaqa bo'ladi? Qanaqa qilib biz munosabatlarga minnatdorchilik bildirishimiz mumkin? Da, masalan, mana hammamizni esimizda bor. Bizaga o'sha nima deydi? O'sha odam tilida aytganda bizaga yomonlik qilgan insonlar va bizaga yaxshilik qilgan insonlar. Da biz ikkiga bo'lib qo'yganmiz shunaqa. Bizaga yaxshilik qilgan insonlar va bizaga yomonlik qilgan insonlar. Deb aynan shu munosabatlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Aslida qizlarjonlar, yaxshi munosabat yoki yomon munosabat degan narsa yo'q. Har bitta munosabat bizani o'sishimiz uchun xizmat qilib bergan. Va qanaqa qilib xizmat qilib bergan deyishingiz mumkin. O'sha paytdagi ong darajangizga mos qilib xizmat qilib bergan. Chunki qaranglar, masalan, sizlarga yomonlik qilgan insonlar, masalan, o'zingizlar aytishinglar mumkin, turmush o'rtog'im xiyonat qilgan, turmush o'rtog'im tashlab ketgan yoki menga unaqa qilgan, yoki palon bunaqa qilgan, yoki bu o'rtog'im bunaqa qilgan. Da mana juda ham ko'p biz eslaymiz, esimizda qolgan. Bizga yomonlik qilgan deb o'ylaydigan insonlarimiz, ichimizda xafa bo'lgan insonlarimiz yoki kimnidir deb hali senga ko'rsatib qo'yaman deb harakat qilgan insonlaringiz yoki ichingizda bergan so'zingizga va'da. Hali men senga ko'rsatib qo'yaman. Shu gapingga pushaymon qilaman. Yoki juda ham ko'p bizada shunaqa holatlar bo'ladi. Bular ham aslida bizani ong darajamizda, o'sha paytdagi ong darajasida bizani o'stirib bergan. Biza shunaqa qilib tepkilamasa tushunmaydigan holatda bo'lganmiz. Aynan o'sha insonlar sizni rivojingizga sababchi bo'lgani uchun o'sha insonlarga minnatdorchilik bildiramiz. O'sha vaziyatga, o'sha munosabatga minnatdorchilik bildiramiz. Masalan, o'sha turmush o'rtog'ingiz bilan bo'lgan munosabatga ba'zilarda o'sha ajrimga kelgan bo'lishingiz mumkin. Oldingi masalan o'sha birinchi turmush o'rtog'ingizda kechira olmaydiganlar bor yoki bo'lmasa yana boshqa juda ham ko'p dunyoda inson zoti bor ekanki, baribir biz munosabatdamiz. Bir-birimiz bilan baribir muloqotda bo'lamiz. Qaysidir ma'noda biz nima deydi? Insonni ko'nglini hech qachon 100% to'ldirib bo'lmaydi. U baribir ham qaysidir joyda norozilik joyi bor, qaysidir joyda ko'ngli to'lmaydigan joyi bor, qaysidir joyda xafa bo'ladigan joyi bor. Shuning uchun aynan munosabatlarga biz minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi minnatdorchilik bildiradiganimiz bizani hayotimizda yaxshi bo'lgan munosabatlar. Mana yaxshilik olib kelib bergan munosabatlar yoki yaxshi bo'lib qolgan, esimizda qolib ketgan munosabatlar. Aynan o'shalarga minnatdorchilik bildiramiz. Bu narsalar masalan kim qilgan ekan, kim nima ekan degan narsa aqlga chiqib ketib qolib o'ylamaysiz. Siz uchun o'sha siz xafa bo'lgan yoki sizga yomonlik qilgan inson deganda keladi o'zi. Shunda kimlardir keladi xayolingizga. Sizga yaxshilik qilgan, mana shu sizga yaxshilik qilgan munosabatlar yoki siz bilan yaxshi bo'lgan munosabatlar yoki siz bilan yomon bo'lgan munosabatlarda mana shuni to'liqroq tushunib olishinglar uchun shunaqa dey. Siz bilan yaxshi munosabatda bo'lganlar va siz bilan yomon munosabatda bo'lganlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. O'zi tegida yana bir marta aytaman qizlarjonlar, yaxshi munosabat, yomon munosabat degan narsa yo'q. Har bir munosabat insonni o'stiradi. Har bitta munosabat bizani o'sha paytdagi ong darajamizga mos ravishda bizani o'stirib beradi. Men juda ham ko'p kurslarda aytaman, bizani hayotimizda Allohdan boshqa va o'zimizdan boshqa hech kim yo'q. Mana qolgan hamma bizani o'y xayolimiz natijasi, biz ko'rayotgan o'sha illyuziyamiz deb aytaman. Xuddi shunaqa bizani hayotimizda faqat Xudo va o'zimiz bormiz. Aynan biz Xudoni oldiga mana shu butun insoniyatga xizmat qilib, ruhimizni komillikka olib chiqish uchun biz yerga kelganmiz. Shuning uchun bizani har qanaqa munosabat aslida yuqoriga olib chiqib beradi, ruhimizni o'stirib beradi, o'zimizni o'stirib beradi, tanamizni o'stirib beradi. Hamma tomonlama bizani o'sishimizga rivoj o'zini hissasini qo'shadi. Masalan, o'sha munosabatdagilar siz yomon deb hisoblayotgan munosabat yoki siz yaxshi deb hisoblayotgan munosabatlar aslida o'sha ruh holatingizda, ruh bo'lgan paytingizda, hali tug'ilmagan inson sifatida, inson bo'lib yerga kelmagan paytingizda siz ruh holatingizda o'sha Allohning oldida o'sha kontrakt tuzgan insonlaringiz aslida ular. Aslida ular bilan sen meni shu joyda meni rivojlantirib berasan, sen men bu yo'l bilan meni rivojlantirib berasan, sen meni mana bunaqa tepki bilan o'stirib berasan, sen meni bunaqa yaxshi anu bilan o'stirib berasan deb kelishuv bo'lgan bo'ladi. Biz tug'ilayotgan paytimizda, onamiz qornida paytimizda, o'sha tug'ilish jarayonida bilamiz, mana shu qo'g'anoq parda deydi, o'sha yorilgan paytida suv otilib chiqadi, bilasizlar. O'sha paytda уже bizani ruhimiz
bilgan o'sha xotiralar hammasi tanamizdan o'chiriladi. Biz уже hech narsa xotiramizda hech narsa bo'lmagandek, xuddiki hayotimizni yengitdan boshlayotgandek hech narsani bilmasdan keyin уже katta bo'lib yer o'yinlariga kirib ketib qolamiz. Hozirgi o'sha yaxshi yomon deb hisoblayotgan munosabatlaringiz ham aslida o'sha ruh holatingizda Robbingiz oldida aynan o'sha yomon deb yaxshi deb hisoblayotgan munosabatdagi insonlaringiz bilan kontraktingiz aslida. O'sha kontrakt asosida o'syapsiz, o'sha kontrakt asosida rivojlanyapsiz. Aynan shular uchun, aynan o'sha ruhlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Aynan o'sha munosabatlar uchun minnatdorchilik bildiramiz, qizlarjonlar.